Mana tuxumini 31 ming so'mdan bo'lib ketdi narxlar mana. Bularchida tuxumimizni 2 mahal kelaysiz, bir xil anaqa kelyapti ishonmaydi. Ya qolib keling kamerani. Dostlar, ham keldingmi yaxshi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsiz, rahmat. Faqat to'g'risini ayt. Tuxum qanchada keladi? Bir mahal keladimi? 2 mahal kelyapti hozirgi kunda. Agar yana 3 mahal, 4 mahal ham olib kelib beraveramiz. Tuxumdan muammo yo'q. Svejiy o'zimizning mesniy tuxumlar. O'zimizning mesniy tuxum. Bo'l, Alloh rozi bo'lsa, mana ko'rdinglar. Kuni 2 mahal olib keladi. Kiradi, zakat qotib 3 mahalga chiqib ketadi. Mahal ham 4 mahal ham olib kelaveramiz. Muammo yo'q. Alloh rozi bo'lsin. O'zim olib kelishaveraman tuxumlarni. Yur. Mana hurmatli Xorazm markaziga keluvchilar, tuxumlar 31 mingdan bo'lib ketdi narxlar mana. Svejiy yangi yot bo'lib kelishyapti. Bir haftaga davom etadi, xudo xohlasa. Qancha kelib so'rasa, mana bu yog'larimiz bor. 90 ming so'mdan 5 litr yog'larimiz bor, 5 litrli. Mana bu 1 litr yog'larimiz bor. 19 mingdan qo'yganmiz, assortiment har xil. Mana bu pastlamada ko'rsatib yuborgan. Va kelinglar, xarid qilinglar, ko'ringlar. Bozorlarga Alloh baraka bersa, ya qolib kerak kamerani. Hurmatli Xorazm markaziga kelib kuzatuvchilar, 8,5 ming so'mdan rossiyskiy grechkalar narxi arzon qilib qo'ydi, xalq uchun bu. Va yana mana bu yerda garoximiz bor, mana ko'rsatib, garoximiz bor. 7 ming so'mdan narxi. Holi kiloga oling, holi qopga oling. Bir hafta ichida davom etadi, aksiya davom etadi. Kelinglar, xarid qilinglar. Ro'zg'oringizga Alloh baraka bersin. Bunaqa yaxshi natijaga yetib e'tiboringiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Xorazm markazi